Bo'ldi, kelinim bilan o'g'lim dam olishga ketishadi. Oyijon, yoqdimi? Retsept beramizmi? Вообще zo'r, davay bo'lishamiz. Sizga kerak bo'ladi 1% kefir, chiya urug'lari, yarimta banan, bitta xurmo, 1 osh qoshiq asal va ovsyanka. Kefir, chiya urug'lari, xurmo va asalni solib, blender qilib, chiroyli idishchaga massamizni yarmini solib, o'rtasiga ovsyanka sepamiz. Keyin ustidan yana qolgan massani solib, 2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Dekor uchun xohlagan mevalarni ishlatib, qo'shimchasiga yong'oq solib, qaynonalarni yaxshilab duo qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ey Xudoyim, qaynonamning qalblariga menga nisbatan sani roziliging uchun mehr, e'zoz, qo'llab-quvvatlash, faxrlanish tuyg'ularini barakali qilib solib qo'y. Men bilan o'g'illarning samimiy muhabbatini ko'rib, faqatgina xursand bo'lsinlar. Ularning o'z shaxsiy hayotlarini sani roziliging uchun xotirjamlikka, sakinatga, qalb kengligiga to'ldirib qo'ygin deb niyat qilib oyijonimizdan chaqiramiz. Oyijon, keling. Retseptni saqlab qo'yib, Retseptni saqlab qo'yib, bizaga obuna bo'linglar. kelinlarni ko'proq dam olishga yuboringlar. Qaynonalarni ham obязательно.